Gavay o'ylab yurgan deyman bu. Bugun sizlar bilan soy bo'yini nomer 1 qovurma va dimlangan mantini yeb ko'ramiz, xudo xolis. Bismillah. Wow, hali yemasdan. O'zi qovurilgan mant zo'r ekan bola. Mana qara. Suv konkret. Birinchi mashinaga ko'rdim. Mantini yeb yurganmiz. Mana bizda qiyma, farsh qo'shilmaydi, laxm mana. Obedga keldim. Hamma kunlarda shunaqa beriladi. Spetsialniy men uchun shunaqa berilmagan. Shuni primo sotuvdagi mantidan kommentarda yozib qoldiringlar. Sizlarga qovurilgan mant yoqadimi yo bunaqa обычный dimlangan mantimi? Buni yaxshi tomoni usti qattiqroq ekanda, mazza bo'lar ekan. Sizlarga g'oyalar qatdan keladi kallalaringga sizlar.